Mr. Makler jamoasi Farg'onaning eng top lokatsiyasida bog'cha, maktab yoki klinika quraman degan tadbirkorlar uchun zo'r biznes proyekt tayyorlab qo'ydi. Marhamat, ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turgan 3 qavatli binoyimiz Sadin sovxozida joylashgan. 13 sotik yerga qurilgan bu binoyimizni 100% ta'mirdan chiqarib qo'yishgan. Atrofda polni ограждениyalar, black angola qora toshlari va nержавейка stallari bilan o'rab chiqilgan. Endi fasadga ahamiyat berishingizni so'ragan bo'lardik. Alyumin panellar, kompozitniy alyumin panellarda polni fasadlar ham ta'mirlangan. Yana bir nuqtasiga ahamiyat berishingizni so'ragan bo'lardim. Engelbrecht eshik va romlaridan foydalanishgan. Hozir endi obzorni ichkaridan ko'rib chiqamiz. 650 ming AQSh dollariga baholanayotgan ushbu binoyimizni foyer qismidamiz. Bu esa administrativni ofis xonasi hisoblanadi. Bunaqa xonamizdan har bitta qavatda 4 ta bor. Xonalar juda ham keng va yorug', to'liq ta'mirdan chiqarilgan. Ko'rib turganimiz juda ham katta bo'lgan majlislar xonasidan esa bu binoyimizda 2 ta bor. Ahamiyat bering, butun devorlar ekoplit bilan ta'mirdan chiqarilgan. Bu esa binoyimizni orqa dvori hisoblanadi. Endi binoyimiz haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. 3 ta sanuzeldan iborat, 13 sotikka qurilgan bu binoyimizni 12 ta xonalari bor va 2 ta alohida shunaqa majlislar xonasi, 3 ta administrativniy ofis, 3 ta foyer. Juda ham chiroyli ta'mirdan chiqarib qo'yilgan ushbu binoyimizni joy egalari srochniy sotish maqsadida juda chiroyli bonus qilib beramiz deyishgan, agarda konkret oluvchi biror xaridor bo'lsa. To'liq ma'lumotlar pastdagi raqamlarda.